o'g'il boqayotganlar iltimos, yemay yedirib, kiymay kiydirib, ichmay ichirib, hamma narsani o'g'lingizni og'ziga tutavermang. Mana o'zim 4 ta o'g'il boqyapman, mencha bunaqa katta gapiryapsan deyishingiz uchun layfhak sizga-da bu. O'g'lingizni yoshlikdan mehnatga o'rgating. Latta anaqa bo'lmasin, bola bo'lmasin, aqlini tushundilaring o'zlaring. Men ko'p ishlataman-da shu gapim o'g'illar. Alloh alam, Alloh insof topqini o'ziga bersin. Haligi iloji boricha qo'ldan kelgancha hali qattiq qo'llik bilan tarbiyalayapmiz. Xudoga shukr, endi Xudoyim sharmanda qilmasin. Iltimos sizlardan bitta narsaga hushyor bo'linglarki, birovga qaram bo'lmasin bolangiz. Hozir mana qizlar ko'rsangiz-chi, tirikchilikda o'rtoqlarim ko'pda. Ertalab uyqusidan mazasi yo'q. Shunday turadida bolalarga zavtragini tayyorlaysa, zavtrak bechoraga pecheni bormi, silvishniyo bormi, xotini ishdan ketadi, olib keladi. Bechorani uyda xolodilniki bombosh bo'lsa ham, ishi ham, xushi ham yo'q. 50 grammini topib, kayfidini qilib, yo bo'lmasam nima deydi, Xudo bermayapti-da. Farosat, Xudochi, haligi faqat ibodatda o'tir, tirikchilik qilmagin degan joyi yo'q-da. San hali qilayotgan ibodatingni o'zing uchun qilyapsan. Oshqozon degan masalasi bor. Oshqozon hech bo'lmasa ustini olib bermasin, boshqa qilmasin. Yana haligi o'rta erim oldingidaqa ko'ngli yo'q deb qo'yishadi. Qizlarga qatdan ko'ngli bo'lsin. Sanda bor ko'ngil xotinda yo'qmi? Iltimos sizlardan salaliga bir nima deydi, bir erkakka o'xshab yashaylik. Xudo erkak qilib yaratgani bilan hamma durullagan ovoz erkak bo'lavermaydi-da. Shuning uchun hammamiz o'zimizni hurmatimizni bilib, vazifamizni bilib, eng avvalo xotin kishini bir tashqi ko'rinishiga, hidiga baho berish bu erkak kishining ishi emas bu. Bu erkak emas bunaqa qilib baho bergan odam. Buni gapirgan odamni o'zi ayoldan battar. Shuning uchun hurmatli, hali oilam, bolam, chaqam deb yurgan ayollar, ayniqsa o'g'il farzandi bor ayollar, iltimos farzandlaringizni shunday tarbiya qilinglarki, erlaringga o'xshab qolmasin. Tekinxo'r erlar bola Alfonsdan battar. Bu Alfonsku deydi, lekin o'zi Alfonsdan battar. Hali shakar olib qo'ysang ham boshqa qo'ysa, qatdan olding xotin bu nimani evaziga keldi deb, mana qo'y tasdiqlayapti даже gapim, o'rtalar qo'y. Iltimos sizlardan erkak tarbiyalayapsan, erkak qilib tarbiyalanglar. Bu qaynonalar ham hali nima deyapsan, butun negativ qaynonalar yozyapti deb, o'g'lingiz bilan siz er sifatida yashamaysiz, maylimi? U o'g'lingizni uyda qanday erkakligini xotinidan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun qiyinlarga oson tutmanglar, hurmatlilar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi mavzuyimiz shopirlar haqida bo'lar ekan, xudo xolasa. O'g'il boqayotganlar iltimos, yemay yedirib, kiymay kiydirib, ichmay ichirib, hamma narsani o'g'lingizni og'ziga tutavermang. Mana o'zim 4 ta o'g'il boqyapman, mencha bunaqa katta gapiryapsan deyishingiz uchun layfhak sizga-da bu. O'g'lingizni yoshlikdan mehnatga o'rgating. Latta anaqa bo'lmasin, bola bo'lmasin, aqlini tushundilaring o'zlaring. Men ko'p ishlataman-da shu gapim o'g'illar. Alloh alam, Alloh insof topqini o'ziga bersin. Haligi iloji boricha qo'ldan kelgancha hali qattiq qo'llik bilan tarbiyalayapmiz. Xudoga shukr, endi Xudoyim sharmanda qilmasin. Iltimos sizlardan bitta narsaga hushyor bo'linglarki, birovga qaram bo'lmasin bolangiz. Hozir mana qizlar ko'rsangiz-chi, tirikchilikda o'rtoqlarim ko'pda. Ertalab uyqusidan mazasi yo'q. Shunday turadida bolalarga zavtragini tayyorlaysa, zavtrak bechoraga pecheni bormi, silvishniyo bormi, xotini ishdan ketadi, olib keladi. Bechorani uyda xolodilniki bombosh bo'lsa ham, ishi ham, xushi ham yo'q. 50 grammini topib, kayfidini qilib, yo bo'lmasam nima deydi, Xudo bermayapti-da. Farosat, Xudochi, haligi faqat ibodatda o'tir, tirikchilik